Assalomu alaykum, efirda yurtimiz hayotiga oid eng so'nggi xabar va yangiliklar taqdimoti bilan Nigoh informatsion dasturi. Dastur taqdimoti bilan studiyada Sarvara Tojiyeva. Bugun O'zbekiston kasaba uyushmalari harakati tashkil topganiga 120 yil to'ldi. Ushbu sana mehnatkash inson manfaatlarini himoya qilish, ularning munosib hayot kechirish huquqini asrash yo'lidagi muhim tarixiy bosqichlardan birini ifodalaydi. Darhaqiqat, kasaba uyushmalari faqat mehnat sharoitlarini yaxshilash bilan cheklanibgina qolmasdan, xodimlar va ularning oilalari uchun sog'lomlashtirish, madaniy hordiq, bolalar uchun yozgi oromgohlar, sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlash kabi yo'nalishlarda ham ish olib boradi. Bugungi kunda butun respublika bo'ylab millionlab kasaba uyushmalari a'zolari bor. Ular o'z jamoalarida ijtimoiy adolat, tenglik, mehnat madaniyati va hamjihatlik g'oyalarini targ'ib qilmoqda. Kasaba uyushmalari harakati mehnat qilayotgan insonni qadrlash, uning huquqlarini himoya qilish va ijtimoiy adolatni ta'minlash yo'lidagi xalqchil, mustahkam va bunyodkor tizim bo'lib qolaveradi. Surxondaryo viloyatida haydovchilik guvohnomasi olish jarayonini soddalashtiruvchi zamonaviy imtihon markazi ishga tushdi. Endi viloyat aholisi haydovchilik guvohnomasi uchun boshqa hududlarga borishga hojat qolmaydi. Termiz tumanidagi yangi markazda barcha jarayonlar inson omili aralashuvisiz avtomatlashtirilgan elektron tizim orqali amalga oshiriladi. Hozir shu haqda Surxondaryoda haydovchilar uchun zamonaviy imtihon markazi ish boshladi. Vohaliklarni ko'p yillardan buyon qiynab kelayotgan muammo endi yo'q. Termiz tumanida barpo etilgan umumiy maydoni 3 gektardan ortiq bo'lgan Surxondaryo imtihon markazi zamonaviy talablarga javob beradigan nazariy imtihon olish xonalari, barcha toifadagi transport vositalari uchun moslashtirilgan sinov yo'laklari hamda zarur infratuzilmalar bilan jihozlangan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 190 hamda Vazirlar Mahkamasining 271 sonli qarorlari ijrosini ta'minlash maqsadida Surxondaryo viloyatida ham avtomaktablarni bitirgan nomzodlar uchun alohida imtihon markazi o'z ish faoliyatini boshlash arafasida. Transport vositalarini boshqarish uchun nomzodlardan amaliy va nazariy imtihonlarni olish uchun yaratilgan sharoitlar va qulayliklar bilan tanishish maqsadida Surxondaryo viloyati imtihon markazining ochilish marosimiga bugun viloyat mas'ullari ishtirok etdi. Markazni tantanali ochilish tadbiriga so'zga chiqqan viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov ushbu dargoh viloyat fuqarolariga nechog'lik muhim ekanligi, bir necha yillardan buyon haydovchilikka nomzodlarga qo'shni viloyatlarga borish noqulayliklar tug'dirib kelganini ta'kidlab, avtomobil yo'llarida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan qoidabuzarliklar va avariyalarni oldini olishda hamda namunali haydovchilarni saralab berishda eng ishonchli jabha bo'lib xizmat qilishiga ishonch bildirdi. Yo'lda yuryapmizmi, atrofimizda qancha mashina, qancha insonlar harakatlanyapti, to'g'rimi? Shuning uchun biz o'zimiz ustimizda ishlab, puxta o'qib, yo'l qoidalarini yaxshi o'rgansak, ertaga o'qiydigan bilimli haydovchilar bizlarda safi, madaniyatli haydovchilar safi kengaysa, bu o'z-o'zidan yo'l transport hodisalarining kamayishiga olib keladi. Bu markazning ma'nosi shu. Shundan so'ng mehmonlar, soha mutasaddilari va jamoatchilik faollari markaz faoliyati bilan tanishishdi. Imtihonlar A, B, C, D, B, C va D toifalari bo'yicha o'tkaziladi. Shuningdek, markazda nogironligi bo'lgan fuqarolar uchun ham qulay sharoitlar va mos avtotransport vositalari bilan ta'minlangan. Yig'ilganlar nazariy va amaliy imtihonlarni olishda inson omilini rad etuvchi shaffof va samaradorlik jihati ko'zdan kechirilib, ijobiy fikrlar bildirishdi. Imtihon markazini imtihon olish sig'imi bir kunda nazariy imtihon uchun 800 nafargacha nomzoddan imtihonladi. Amaliy imtihon 400 nafargacha haydovchilikka nomzodlardan imtihon olish qobiliyatiga ega. Zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan avtotransport vositalari, sinov yo'laklari hamda nazariy imtihon olish xonalari bugundan boshlab Surxondaryo viloyati fuqarolari uchun xizmat ko'rsatishga shay. O'ylaymizki, endi korrupsion holatlardan yiroq bo'lgan, professional dargohda sinovdan o'tgan haydovchilar yo'llarda o'zining yuksak madaniyatini namoyon qila boshlaydi. Surxondaryo viloyatida ijtimoiy va infratuzilma loyihalarining ijrosi tizimli ravishda o'rganilmoqda. Kuni kecha viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov Termiz shahrida amalga oshirilayotgan qurilish va bunyodkorlik ishlari bilan yaqindan tanishdi.
Dastlab Manguzar mahallasida davlat investitsiya dasturi asosida barpo etilayotgan 504 o'rinli o'quv binosi, 222 o'rinli yotoqxona hamda sport zaliga ega ixtisoslashtirilgan maktab qurilish jarayonlari ko'zdan kechirildi. Mas'ullar bilan loyihaning borishi, muddatlar va sifat talablari muhokama qilindi. Shuningdek, Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy-amaliy markazining 80 o'rinli qo'shimcha binolari qurilishi holati o'rganildi. Tibbiy xizmat ko'rsatish imkoniyatlarini kengaytirish ushbu hududda dolzarb ehtiyojlardan biri hisoblanadi. Tinchlik mahallasida tadbirkorlik subyektlari uchun yaratilgan yangi imkoniyatlar ko'rib chiqildi. Xususan, zamonaviy uslubda yopilgan kollektor ustida barpo etilmoqda. Hududda bosh reja asosida amalga oshiriladigan yangi loyihalar taqdimoti ham o'tkazildi. O'rganish davomida Surxon sohili mahallasidagi temirchilik klasteri loyihasi va bozorni rekonstruksiya qilib, uni qurilish materiallari savdosiga ixtisoslashgan zamonaviy savdo majmuasiga aylantirish rejasi muhokama qilindi. Qurilish ishlarini sifatli va belgilangan muddatlarda yakunlash bo'yicha mas'ullarga tegishli topshiriqlar berildi. Viloyatda ijtimoiy obyektlar barpo etilishi, xizmat ko'rsatish sifati va aholining hayot sharoitini yaxshilash borasidagi bunyodkorlik ishlari izchil davom etmoqda. Surxondaryo viloyatida xalqaro madaniy hamkorlik yo'nalishida navbatdagi uchrashuv bo'lib o'tdi. Bugun viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov Yevropa ittifoqining O'zbekistondagi elchisi Toyvo Klar boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Suhbat davomida tomonlar O'zbekiston va Yevropa mamlakatlari o'rtasidagi madaniy-gumanitar hamkorlikning izchil rivojlanib borayotganini ta'kidlab, ayniqsa Termiz shahrida o'tkaziladigan 10-Yevropa kino festivalining ahamiyatini alohida qayd etdilar. Mazkur festival san'at va kino sohasidagi ijodiy almashinuvni kengaytirishga, shuningdek, xalqlar o'rtasidagi do'stlik va madaniy aloqalarni mustahkamlashga xizmat qiladi. Viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov elchiga mazkur tashabbusni qo'llab-quvvatlagani uchun minnatdorchilik bildirdi. Tomonlar shuningdek madaniyat va san'atdan tashqari savdo, iqtisodiy aloqalar, transport va logistika, ta'lim, raqamli texnologiyalar va sog'liqni saqlash sohalaridagi hamkorlik imkoniyatlarini ham muhokama qildilar. Ma'lumot uchun, festival doirasida ertaga 12-noyabr kuni Surxondaryo viloyati Yoshlar ishlar agentligi binosida yevropalik rejissyorlar tomonidan yaratilgan filmlar namoyish etilishi rejalashtirilgan. Surxondaryoda o'tkazilayotgan bunday xalqaro tashabbuslar viloyatning madaniy salohiyati, ochiqligi va hamkorlikka tayyor ekanini yana bir bor namoyon etmoqda. Termiz shahrida jinoyat ishlari bo'yicha sudyalar uchun kiber jinoyatchilik aniqlashdan sud hukmigacha mavzuda ixtisoslashtirilgan seminar-trening o'tkazildi. Tadbir Odil sudlov va huquqni muhofaza qilish akademiyalari hamda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonasi ishtirokida tashkil etildi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Bugun kiberjinoyat bilan bog'liq huquqbuzarliklarni aniqlash, tergov qilish va sudda odil qaror chiqarish huquqni muhofaza qilish tizimi oldidagi dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Shu sababli mamlakatning turli hududlarida sudyalar uchun amaliyotga yo'naltirilgan o'quv mashg'ulotlari o'tkazilmoqda. Seminar trening mashg'ulotlarida, demak, kiberjinoyatchilikka qarshi kurash, ularni amaliyotda jinoyatchilarni fosh etish, tergov qilish ahvoli, raqamli dalillar bilan ishlash, zamonaviy kiber jinoyatlar, kiber tahdidlar, dalillar maqbulligiga oid masalalar ko'rib chiqildi. Bundan tashqari amaliy va nazariy tartibda o'tkazilgan ishda raqamli dalillarni protsessual tartibda to'g'ri rasmiylashtirish, xolislar instituti, raqamli dalillarga nisbatan qo'yilgan talablar barcha sudyalarimizga tushuntirildi. Seminarda xalqaro ilg'or tajribalar asosida raqamli dalillar bilan ishlash usullari, kiberjinoyatlarni tergov qilishning texnik, huquqiy va protsessual jihatlari, shuningdek sudlar tomonidan dalillarga huquqiy baho berish mezonlari haqida batafsil so'z yuritildi. Trening davomida ishtirokchilar amaliyotda uchrashi mumkin bo'lgan muammolar va ularning huquqiy yechimlari yuzasidan o'zaro fikr almashdilar. 2 kun davomida biz sudyalar axborot jinoyatchiligiga qarshi kurash sohasida, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278-moddasi prim 1 hamda prim 9-moddasigacha bo'lgan moddalarni tahlil qildik. Ya'ni ushbu moddalar bo'yicha bizlar kiber jinoyatchilik bo'yicha qaysi tomonlarga jinoyatlarni qaysi tomonlarga e'tibor berish kerakligi lozimligi, shuningdek elementlari, tarkibini o'rganish bo'yicha 2 kun davomida trening mashg'ulotlarini chuqur o'rgandik va bu sohada kelgusida ham o'z bilimlarimizni oshirib boramiz. Shuningdek 2025-yilning 8 oyi davomida respublikamizda umumiy jinoyatchilikning
45%ni axborot texnologiyalari bilan bog'liq jinoyatchilik tashkil etgan bir davrda bu sohadagi bilimlarimizni chuqur o'rganib borib, odil sudlovni ta'minlash chorasini ko'ramiz. Shuningdek, kelgusida ham mazkur bilimlarimizni oshirib borishni yo'lga qo'yamiz. Tadbir yakunida seminar trening qatnashchilariga sertifikatlar topshirildi. Mazkur treninglar yurtimizning boshqa hududlarida ham o'tkazilishi rejalashtirilgan. O'zbekiston Respublikasi Gidrometeorologiya xizmati agentligining xabar berishicha, ertaga 12 noyabr kuni Surxondaryo viloyatida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda shamol esadi. Kechasi 2-7, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.